Assalomu alaykum o'zim qadrdonlarim. Tinchmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Alloh omadlaringni bersin. Akalar, yana bir marta aksiya bo'ldi. Besplatniy tortyapmiz videoga desak, akalar mashinani to'ldirib tashlashdi. 5-6 ta mashina olib kelishdi. Shoshilinglar, sizlarga ham mana narx. Besplatniy, hech qanaqa bir nimasi yo'q. Mashinalarni reklama qilib, xudo xolasa qo'ldan kelgancha sotib berishga harakat qilamiz. Faqat sizlardan bitta iltimos, like и подпискani bosib qo'yinglar. Aktiv, xudo xolasa zo'r. Hech qanaqa bir nima yo'q. O 5 mingta, 10 mingta, 70 mingta podpiskasi borlardan aktivi zo'r bo'lyapti. Rahmat hammalaring uchun, sog' bo'linglar. Akalar, bugungi chiqarilishda xudo xolasa Hyundai Solaris 1.6 2019. Mashinani korobka motorida akalar aytayapti, problema yo'q. desa qaytarib olib kelaverasizlar akalar. Hamma yo'g'i soppa-sog' xudo xolasa zo'r variant. Mashinani o'zimiz tayyorlab, xudo xolasa mana shu yerda o'zimizni parkimizga olib ishlaymiz desalaring, o'zimiz litsenziya nimalarini chiqarib beramiz akalar. Mashina aka bu ham nalichkaga 650 ming jindek anaqa torki bor. Mashinani do'stim hozir o'zi cho'tki qiluvchilarini ko'rsatib beradi. Suzayni far ekanda o'zi ham. Botex qip-qizil lablari bilan ko'ryapsizlar. Endi bu anaqa ozgina sarapina, marapinalari bor. Любой yerda bo'ladi unaqa narsa. Mashina yangi emas u, o'zingizlar tushunasizlar. Ba'zi komplektatsiyada zo'r narxda 650 ming yana tushib beramiz deyapti akalar. Ishonchli, nima emas, aldab ketadigan, boshqa qiladigan emas. Cho'tki mana xudo xolasa. Hamma yeri zazurlari, hamma yo'g'i joyida. Shu bamperida o'zingizlar bilasizlar, melochovkasi bo'ladi, любой mashinani bo'ladi. O'zingizlar minib yuribsizlar, mashinani ko'ryapsizlar. Bo'ladi aka, o'g'lim. Ko'rsatishdi, hali zo'r qilib nima qilishda ham hojat yo'q. Ko'rib turibsizlar. Zazurlari nimasi, hamma yo'g'i joyida. Cho'tki tiniq mashina akalar. Обращение qilaverasizlar, nomerlarni qoldiramiz. Podpiska, like, kommentariy sizlardan.